Men qilolmayman, oranglardan boshqa birisini saylanglar deyishi bo'lsa, bizga hammamizning o'zimizning haddini bilishni, qilolmaydigan ishni qilolmayman deyishning oliy janoblik ekanligini bizga o'rgatdi. Qilolmaydigan ishni qilolmayman deyishning oliy janoblik ekanligini bizga o'rgatdi. Sen tehi musulmon bo'lib 3 oy bo'ldi, sen tehi yangi vaqt o'tsin demedi. Chunki ular salohiyatni asos qildi. Biz ilgirki dersimiz deganimizdek Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ve sahabalarını yo'qotish ko'yida yurayotgan 3 cho'ng qanot dushman bor edi. Uning birisi Makka mushriklari. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ular bilan Hudaybiya sulhisini tuzish orqali ulardan keladigan xavfni yo'qotdi. İkincisi, Madinadan surgun qilingan Banu Nazir yahudilari, ya'ni Xaybarga surgun qilingan Banu Nazir yahudilari va shu Xaybarda yashaydigan yahudilardan keladigan xavf. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Xaybarni azod qilish orqali ulardan keladigan xavfni yo'qotdi. Uchinchisi bo'lsa, Xandak urushidagi tajovuz qo'shinining zo'r salmoqini egallagan G'atban qabilasi. Ulardan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga to'xtamay xavf kelib turadi. G'atban qabilasi ikki muhim ittifoqdoshdan ayrilgandan keyin ularning putqo'llari siyqashga boshlaydi va atrofdagi aymoq va jamoatlarning hammasini Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga kuch ko'rtib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam qarshi urush qilish uchun hozirlanishga boshlaydi. Bu xabar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga yetib keladi. Dushmanning qo'l silishini kutib o'ltirmay, ularga oldin qo'l silish taktikasi bo'yicha Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam jiddiy shaklda 700 kishilik qo'shin tayyorlaydi va o'zi qo'mondan bo'lib G'atban qabilasi taraf qarab yo'lga chiqadi. Musulmonlar qo'shini G'atban qabilasiga yaqin bir joyga kelib tushadi. G'atban qabilasi musulmonlar qo'shinining o'ziga yaqin joyga tushganligini anglab, bir o'mak tashkillab Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga avatadi. Bu o'mak urush qilmay sulhilashsak, biz sizlarning deganinglarga kelsak deb talab qiladi. Rahmat payg'ambari Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ularning bu talabini qabul qilib, ular bilan sulhi tuzishadi. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam musulmonlarga tahdid elib keladigan cho'ng 3 dushmanning hammani bitaraf qiladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning G'atban qabilasiga qilgan yurishida 6 sahoba bir tuguni navatlashib minib, ularning putlari qanab ketadi. Ular Madinaga qaytganda bo'lsa, ularning putlari lat bilan tingilgan holatda edi. Shuning uchun bu urush Zatur Riqo, ya'ni tiniq urushi deb ataladi. Shunda qilib Xandak urushida musulmonlarga birlikda yupilib kelgan bu 3 cho'ng dushman yo'qotiladi. Madinaning ichi va atrofi bexatar holda musulmonlar tinch va xotirjam turmush kechirishga boshlaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hijratning 7-yili 11-oyda, ya'ni Zulqa'da oyida o'tgan yili Hudaybiyada qilinmagan umrisining qazosini qilish uchun sahobalarga tayyorlik qilinglar. Sulhi bo'yicha bu yili Makkaga kirib umr qilamiz. Shundaqla o'tgan yili Hudaybiyaga borganlarning hech qaysinglar qilib qolmanglar deydi. Shunda qilib o'tgan yili Hudaybiyaga borganlar va bormaganlar bo'lib, ayol va bolalardan boshqa 2000 nafar sahaba umr qilish uchun tayyorlanadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Makka mushriklarining sulhiga amal qilmaslik va chatoq chiqarishni ko'z oldiga elib, qurol-yarog'larning hammasini birga elib oladi va o'zi bilan birga qurbonlik qilish uchun 60 tuga oladi. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va 2000 nafar sahaba Makkaga umr qilish uchun yo'lga chiqadi. Ular Makkaga yaqin joydagi Ya'juj degan kelgan vaqtida qurol-yarog'larning hammasini mushiyaga to'playdi va bu qurol-yarog'larni qo'g'dash uchun 200 nafar sahabaga Avs ibn Xavli degan sahabani bosh qilib, uni muhofazatga qo'yadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va boshqa sahabalar musofirlar oldigan oddiy qilishdan boshqa hech narsani ko'tarmaydi. Shunda qilib sahabalar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni o'ttiriga elib, takbir va talbiya aytib Makkaga kiradi. Makka mushriklarining cho'nglari Safa tog'ining ustiga chiqadi va ular Madinada yashagan kishilar Madinaning havosida badani ojizlab ketdi. Qanday tavob qiladi bir kurayli deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ularning maqsadini uqib, Ka'bani tavob qilgan vaqtida ular kurdiga kelgan vaqtda yuguranglar deydi. Sahabalar nayt jushqun kayfiyatda yugurib tavob qiladi va Abdullah ibn Ravaha shir o'qiydi. Hazrat Umar haramdimi, ya'ni Baytullohning yendimi shir o'qamsa deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, "Ey Umar, uni shir o'qig'ili qo'y. Uning hozir o'qigan she'ri dushmanlarga nisbatan o'qdim yaman" deydi. She'ri Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning davrida nayt muhim tashviqot vositalarining biri edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam dushmanlarga nisbatan Abdullah ibn Ravahaning o'qigan she'rini o'qdim yaman deb sifatladi. Bundan biz tashviqot vositalarining dushmanlarga nisbatan ba'zi o'rinlarda o'qdimi muhim o'rinda turganligini ko'rib olamiz. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va sahabalar umr ibodatini xotirjam oxirlashtirib oladi. Ondan keyin ular belgilangan muddat ichida Makkada turadi. Bu jarayonda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam shahid bo'lgan tag'isi Hamzaning bolalarini yo'qlaydi va uning qizini Hazrat Ali bilan uning aksi Ja'far ibn Abi Talib men boqaman deb talishib qiladi. Hazrat Ali men tag'isiga men boqsam nim bo'ladi deydi. Ja'far ibn Abi Talib men tag'isi, shundaqla mening ayolim uning hammasi deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hamma ananing o'rnida. Shunga buni beqishqa Ja'far ibn Abi Talib texi muvofiq deb Hamza roziyallohu anhuning qizini Ja'far ibn Abi Talibga tarbiyalashga beradi. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu jarayonda musulmonlarni nayt ig'ir talafotga uchratgan mushriklarining qo'mondoni bo'lgan Xolid ibn Validni uning qarindoshidan so'raydi. Valid Alloh Xolidni chuqum islomga ilhom qiladi deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Xoliddek bir
odamning islomni tushunmay qolishi mumkin emas. Agar Xolid musulmon bo'lib, biz tarafda mushuklar qarshi urush qilgan bo'lsa, ya'ni shu qobiliyatini mushuklar qarshi ko'rsatgan bo'lsa, o'zi uchun nihoyat yaxshi bo'ladi deydi. Valid payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan bu gapni anglagandan keyin darhol Xolid ibn Validni izlaydi. Lekin uni topolmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va sahobalarning qaytadigan vaqti yaqinlashadi. Valid Xolidga tuvandagi xatni qoldirib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan Madinaga qaytadi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Men sening islomdan bosh tortganligingdan hayronman. Sen aqlliq odam. Aqlliq odam islomni tushunmay qolmaydi. Payg'ambar alayhisalom mendan seni so'rab, Xolid qani dedi. Men uningga Alloh uni islomga ilhom qildi dedim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uningdek bir kishi islomni tushunmay qolmaydi. Agar u musulmon bo'lib, biz bilan bir safda turib, mushuklar qarshi kurash qilgan bo'lsa, bu o'zi uchun nihoyat yaxshi bo'ladi. Bizmi uningga ustun nazarda qaragan bo'ladi dedi. Ey qarindishim, sen qo'lingdan birib qo'yganlaringni tepib olishga tirishqin. Sendan ko'plagan yaxshi fursatlar ketib qoldi. Xolid qarindishining xatini islom haqida nihoyat o'ylanayotgan paytda topshirib oladi va uni o'qigandan keyin qalbi islomga moyil bo'lib, musulmon bo'lishni qaror qiladi. Ondan keyin Xolid ibn Valid bu qarorni Safvan ibn Umayya va Abu Jahlning o'g'li Ikrimaga aytadi va ularni islomga da'vat qiladi va ularga musulmon bo'linglar, Madinaga birlikda ketaylik deydi. Ular keskin rad qiladi. Ondan keyin Xolid ibn Valid Osmon ibn Talhaga bu qarorni aytadi. Osmon ibn Talha bu haqda nihoyat o'ylanayotgan bo'lib, Xolidning musulmon bo'lganligini qarab, o'zimi musulmon bo'lishni qaror qiladi. Shundaqla Xolid bilan birga Madinaga qarab yo'lga chiqadi. Ular Madinaning chegarasidan chiqmayla, ularning keyindan mushuklarning ichidagi nihoyat aqlliq va chechan qo'mondan Amr ibn As qo'llab keladi. Va ularga nega mangdinglar deydi. Xolid ibn Valid biz musulmon bo'ldik. Muhammadga ergashimiz, Madinaga mangdik deydi. Amr ibn As men musulmon bo'ldim. Men sizlar bilan birga Madinaga boraman deydi. Shunda qilib mushuklarning ichidagi nihoyat muhim bo'lgan 3 kishi musulmon bo'lib Madinaga qarab yo'lga chiqadi. Ular hijratning 8-yili 2-oyning, ya'ni Safar oyining 1-kuni Madinaga qadam bosadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu 3 nafar kishining musulmon bo'lganligini anglab nihoyat xursand bo'ladi va sahobalarga Makkaning eng isil kishilari keldi deydi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning huzuriga kiradi. Xolid ibn Valid shahodat aytib musulmon bo'ladi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga: "Ey Allohning elchisi, men senga qarshi nurg'un qatim urush qildim. Musulmonlarni ig'ir talofatga uchratdim. Men uchun Allohdan kechirim talab qilsang" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ey Xolid, islom ilgirki gunohlarning hammani kechirim qiladi" deydi. Keyindan Amr ibn As va Osmon ibn Talha musulmon bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga bay'at beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom atrofdan xotirjam bo'lib, islom da'vatini keng qanot yaydirish natijasida musulmon bo'lganlarning soni shiddat bilan ko'payishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom to'xtamasdan arab baglariga, qabilalarga, oymoqlarga, jamoatlarga xat avatib, ularni islomga chaqiradi. Musulmon bo'lganlarning soni kundan kunga ko'payishga boshlaydi. Musulmonlarning ko'payishiga ergashib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning masjidiga sahobalar sig'ishmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zi boshilib, tunji qatim asldagi 1000 kvadrat metr atrofidagi masjidni taxminan 2400 kvadrat metrga kengaytirdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning masjidi tunji qatim payg'ambarimizning davrida kengaytirilgan. Shu yili, ya'ni hijratning 8-yili 2-oy ichida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning cho'ng qizi Zaynab vafot topadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hijratning 8-yili 5-oyda Rim imperiyasining Busra turishliq valisiga maktub avatib, uni islomga chaqiradi. Busraning valisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning maktubini olib kelgan sahaba Haris ibn Umayrning kallasini oladi. Elchining kallasini elish deganlik qarshi tarafga urush e'lon qilganlik bo'lib qolmay, qarshi tarafni ko'zga ilmganlik va haqorat qilganlik hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu shum xabarni anglagandan keyin jiddiy shaklda 3000 kishilik qo'shinni hozirlaydi. Bu qo'shin Xandak urushidan keyingi eng zo'r musulmonlar qo'shini hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu qo'shinga Zayd ibn Harisni qo'mondan qiladi va ularga agar Zayd shahid bo'lib ketsa, Ja'far ibn Abi Talib qo'mondan bo'lsin. Agar Ja'far ibn Abi Talib shahid bo'lib ketsa, Abdullah ibn Ravoha qo'mondan bo'lsin deydi. Shundaqla sizlar bu urushda ayollarni, bolalarni, qarilarni, chirkovlarda ibodat qilayotgan rohiblarni o'ltirmanglar. Qo'rg'onlarni va imoratlarni chaqmanglar, daraxtlarni kesmanglar deb alohida tapilaydi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning urush axloqi edi. Shunda qilib Zayd ibn Haris musulmonlar qo'shinini boshlab Busra taraf qarab yo'lga chiqadi. Ular Sham chegarasiga yaqin bo'lgan Ma'an degan yakaga vaqtida Rim imperiyasi musulmonlarning Busra valisiga hujum qo'zg'olib qolganligini anglab, Busra valisiga yordam berish uchun 100 ming kishilik qo'shin avatganligi. Shundaqla Busraning atrofidagi arab qabilalari Busra valisiga yordam berish uchun to'planib, jami 200 ming kishilik qo'shin musulmonlarga qarshi tayyorlanganlik xabari Zayd ibn Harisga yetib keladi. Zayd ibn Haris bu xabarni ta'kidlagandan keyin bu xabarning rost ekanligini biladi. Zayd ibn Haris qo'shindagi pishqadam sahobalarni to'plab, bu masala ustida jiddiy maslahat olib boradi. Chunki 3000 kishilik musulmonlar qo'shini 200 ming kishilik imperiya qo'shiniga qaraganda hech narsa emas edi. Ya'ni bir musulmonga 66 kafir to'g'ri keladi. Sahobalar o'zaro maslahatlashadi. Ba'zi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga xat avatib maslahat so'rayli dedi. Oxiri Abdullah ibn Ravoha biz bu yo'lga shahodat izlab chiqdik. Keynimizga yonmayli, urush qilayli. Sonimizning ozliq qarab hargiz mayuslanmayli. Biz haqiqat tarafda chuqum g'alaba qilamiz deydi. Shunda qilib sahobalarning ko'pchiligi urush qilish maslahatini beradi. Ko'pchilikning
qaroriga asosan 200 ming kishilik dushman qo'shiniga qarshi urush qilish qarori ilinadi. Musulmonlar qo'shini Zayd ibn Harisning boshchiligida qo'zg'aladi va Balqon chegarasiga kelgan vaqtida Rim imperiyasining 200 ming kishilik qo'shini bilan uchrashadi. Qarmoqqa 200 ming kishilik qo'shin 3 ming kishilik musulmonlar qo'shini bir yo'llikli yo'q qilib o'tadiganday ko'rinadi. Musulmonlar Mu'ta degan joyga tushib qarorgoh tiklaydi. Zayd ibn Haris qo'shinni o'ng qanot va so'l qanot ikki qismga bo'ladi. O'ng qanotga Qutba ibn Qatadani, so'l qanotga Ubada ibn Malikni qo'mondon qiladi. Ikki taraf urushga hozirlanib, birisi-birisiga qarab etilib keladi. Zayd ibn Haris bayroqni ko'targunicha 3 ming kishilik sahoba bilan 200 ming kishilik saldek eqib kelayotgan imperiya qo'shini qarshi otlanadi. Tarixdagi mislsiz urush bo'ladi. Mana bu iymonning kuchi. Arab oralig'idagi arablar Rim imperiyasiga qarshi urush qilish emas, yurtiga besib kirishni qarshi o'rnini ko'radi. Ya'ni ular bilan urush qilishni xiyoliga keltirolmaydi. Shunda qilib 3000 kishilik musulmonlar qo'shini o'zidan 66 hassa ko'p bo'lgan imperiya qo'shini nat shiddatli urush qiladi. Zayd ibn Haris butun kuch bilan qahramonlik ko'rsatib, oxiri shahid bo'lib yiqiladi. Undan keyin bayroqni Ja'far ibn Abi Talib qo'liga oladi-da, nat tangdassiz qahramonlik ko'rsatib, kishilarni hang-tang qoldirib o'tadi. Rim kofirlari Ja'far ibn Abi Talibning bayroq ko'tarib olgan qo'liga hujum qiladi. Uning o'ng qo'li kesilib yerga tushadi. U bayroq hadisini so'l qo'li bilan tutib oladi. Keyindan bir Rim kofiri uning so'l qo'lini kesib tashlaydi. Ondan keyin Ja'far ibn Abi Talib bayroq hadisini bo'yni bilan qisib oladi. Bir necha nafar Rim qo'shini taraf-tarafdan hujum qilib Ja'far ibn Abi Talibni o'ldirib o'tadi va uning kallasini uzib tashlab o'tadi. Uning kallasini uzib tashlagandan keyin uning kallasiga taraf-tarafdan qilich urib, uning kallasini parcha-parcha qilib o'tadi. Ondan keyin bayroqni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek Abdullah ibn Ravoha oladi. Abdullah ibn Ravoha nayt qahramonlik bilan urush qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinada turib, Jibril alayhisalomning vasitasi orqali urushda bo'lgan ishlarni birma-bir ko'rib turadi va sahobalarga Zayd shahid bo'ldi. Ondan keyin bayroqni qo'liga Ja'far oldi. Ja'farning qo'llari kesildi. Ondan keyin Abdullah ibn Ravoha oldi deb birma-bir xabar qilib turadi. Va ular uchun nayt qayg'uradi. Abdullah ibn Ravoha mo sher o'qib nayt jushqun kayfiyat bilan jasorat bilan urush qiladi. Lekin oxirida umr shahid qilinadi. Musulmonlar bayroqi yerga tushib ketadi degan vaqtida Sabit ibn Anas ismli sahoba bayroqni qo'liga oladi-da, darhol aranglardan qo'mondan chiqaringlar deydi. Sahobalarning hammasi sen qo'mondan bo'l deydi. Sabit ibn Anas yo'q men qilmayman deydi. Pishqadam sahobalar jiddiy to'plashadi va qo'mondonlikqa texi musulmon bo'g'ili 3 oy bo'lgan Xolid ibn Validni saylaydi. Bu pishqadam sahobalarning Xolid ibn Validni qo'mondan saylashida biz o'rganishga tegishli nihoyat muhim bir dars bor. U bo'lsa-mu Xolid ibn Valid musulmon bo'g'ili texi 3 oy bo'lgan edi. Qo'shinda pishqadam sahobalar bor edi. Shundaq turuqliq pishqadam sahobalar Xolid ibn Validni qo'shinga qo'mondan qildi. Sen texi musulmon bo'g'ili 3 oy bo'ldi. Sen texi yangi vaqt o'tsin demadi. Chunki ular salohiyatni asos qildi. Xolid ibn Validning bu ishga salohiyati tamoman tushatdi. Chunki u mushuklarga bir qancha qatim qo'mondan qilib musulmonlarni nayt ig'ir talafotlarga uchratgan. U hayotida urush qilib mag'lub bo'lib qolmagan edi. Shunga sahobalar garchi u musulmon bo'g'il texi 3 oy bo'lgan bo'lsa-mu, uni qo'mondonlikqa saylagan. Sahobalardan hech kim bu texi yangi musulmon bo'g'il 3 oy bo'ldi deb uning qo'mondonligiga qarshi chiqmagan. Sabit ibn Anasning men qilolmayman, aranglardan boshqa birisini saylanglar deyishi bo'lsa, bizga hammamizning o'zimizning haddini bilishni, qilolmaydigan ishni qilolmayman deyishning oliy janoblik ekanligini bizga o'rgatadi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qo'mondonlik ko'rsatgan 3 sahoba orqa-marqa shahid bo'lgandan keyin kengash orqali qo'mondonlikqa Xolid ibn Valid saylanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bo'lgan ishlarni xuddi televizorda ko'rgandek hammadan xabardor bo'lib turadi va sahobalarga hozir musulmonlarning bayrog'ini Allohning qilichlaridan bir qilich oldi. Alloh taolo uning qo'li orqali musulmonlarga nusrat ato qiladi deydi. Xolid ibn Valid musulmonlar qo'shinining bayrog'ini qo'liga olgandan keyin musulmonlar qo'shinini qaytadan rakka soladi va nayt shiddat bilan qaytirma hujumga o'tadi. Xolid ibn Valid bu urushda shundaq jasorat bilan urush qiladi-ki, u kunisi uning qo'lida 9 dona qilich orqama-orqa sunib ketadi. Musulmonlar qo'shini qancha jasorat bilan urush qilsa-mu, o'zidan 66 hassa kuchli bu dushmanni yengish emas, ularning qo'lidan saq salomat chekinib chiqalsa, ularning g'alabasi shu edi. Xolid ibn Valid mushuni ko'zlab, musulmonlar qo'shinining oldidagi askarlarni keyniga, keyindagi askarlarni oldiga, o'ng qanotni so'l qanotga, so'l qanotni o'ng qanotga yo'tkaydi va dushmanlar bilan qayta uchishadi va askarlarga cho'qon silishga buyuradi. Askarlar cho'qon silib kayfiyatni qaytadan ko'taradi. Dushman qo'shini yangi askarlarni jonliq kayfiyat bilan ko'rgandan keyin bularga yordamchi qo'shin kelibdi deb o'ylaydi. Xolid ibn Valid xuddi dushmanga tuzoq qurayotgandek bir tuyg'u berib, asta-asta keyniga chiqadi. Dushman qo'shini bular bizga tuzoq quryotdi, keynin qo'limanglar, musha to'xtanglar deb buyruq qiladi. Xolid ibn Valid mushu bo'yicha qadam-qadam keyniga chekindirib, askarlarning hammasini dushmanning changildan saq salomat qutuldirib chiqadi va Madinaga saq salomat qaytarib keladi. Shunda qilib Rim imperiyasidan bo'lgan bu urushda musulmonlardan 13 nafar sahoba shahid bo'ladi. 200 ming kishilik Rim imperiyasining qo'shiniga qarshi elib borgan bu urushda sahobalardan oran 13 nafar sahoba shahid bo'ladi. Rim imperiyasidan nurg'unlagan kofirlar o'ldirildi. Musulmonlar bu urush orqali atrofdagi arablarning hammasini hang-tang qoldirib o'tadi. Chunki biz yuqorida deganimizdek Rimlarga qarshi urush qilish emas, Rimlarning yurtiga besib kelish, arablarning
qarshi edi. Ya'ni ular bilan urush qilishni nihoyat qo'rqatdi. Shunda qilib 3000 kishilik musulmonlar qo'shini 200 kishilik imperiya qo'shiniga qarshi saq salomat qaytib kelib, atrofga kuchini qaytadan anglatadi. Chunki biz yuqori degandek, Arab orolidagi arablarning Rim imperiyasiga qarshi urush qilish emas, Rim imperiyasining yurtiga bostirib kelishini o'ziga qarshi deb biladi va ular bilan urush qilishni tasavvur qilolmaydi. Dengiz kabi eqib kelgan 200 kishilik imperiya qo'shini bilan musulmonlar qo'shini 2 kun urushib, ya'ni saq salomat qaytib kelishi atrofdagi arablarni hang-tang qoldirdi va musulmonlarning kuchini qaytadan to'ntadi. Bu urush tarixda Mu'ta urushi deb ataladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Mu'ta urushidan keyin Mu'ta urushida Busra valisiga yordam bergan arab qabilalarini bo'ysundirish uchun Amr ibn Asni qo'mondan qilib 300 kishilik qo'shin bilan avatadi. Amr ibn Asning qo'shini bu urushda bargohini suv bo'yiga tikkanlik uchun bu urush Zat Salasil, ya'ni shirin suv egalari urushi deb ataladi. Biz ilgirki darsimiz deganimizdek Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makka mushriklari bilan Hudaybiya sulhi tuzishgan vaqtida qaysi bir arab qabilasi yoki oymiqi yoki jamat ikki tarafning qaysi birisining himoyasiga kirish ixtiyorligi o'zida bo'ldi degan. Shundaqla qaysi bir arab qabilasi yoki jamat yoki oymoq ikki tarafning birisining himoyasi ostiga kirgandan keyin shu tarafning bir qismi hisoblanadi. Agar qarshi taraf yoki qarshi tarafning himoyasidagi birasi yana bir tarafga yoki yana bir tarafning himoyasi ostidagi bir qabila yoki jamatga hujum qilsa yoki urush qilsa, shu tarafga urush qilganlik bo'ladi deb aniq belgilangan edi. Shu belgilamaga asosan Banu Bakr qabilasi Qurayshlarning himoyasiga o'tgan. Xuzoa qabilasi bo'lsa Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning himoyasiga o'tgan. Banu Bakr qabilasi bilan Xuzoa qabilasining o'rtasida uzunga suzilgan ziddiyat va urush bor edi. Hudaybiya sulhi tuzilgandan keyin bu ikki tarafning o'rtasidagi urush to'xtagan edi. Lekin vaqtning o'tishiga ergashib bu ikki jamoat o'rtasidagi qisos o'tlari qaytadan yanadi va Banu Bakr jamoati Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning himoyasi ostidagi Xuzoa qabilasiga hujum qiladi. Quraysh mushriklari bu ishlardan xabar topsa-mu, ularni to'sishdi yo'q, ularga qurol-yarog' orqali yordam beradi. Shunda qilib Banu Bakr oymiqi Xuzoa oymiqiga nihoyat keng ko'lamli urush qo'zg'ab, ularning erlarining ko'pinchisini o'ldirib o'tadi. Hatto ba'zi erlar haramning ichiga kirib olsa-mu, haramning hurmatini qilmay ularni o'ldirib o'tadi. Ularning orasida saq qolgandan birisi maxfiy holda Makkadan chiqib Madinaga keladi va Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga bo'lgan ishlarning hammasini so'zlab beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam himoyasi ostidagi kishilarning o'ldirilganligiga nihoyat qayg'uradi va mushriklarning bu ishni to'smaganligidan nihoyat g'azablanadi. Shunda qilib bu Makka mushriklarining Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bilan tuzishgan Hudaybiya sulhisiga amal qilmaganligi, bu sulhini buzganligi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bundan bir bishoratni oladi. Ya'ni Makka mushriklarining adabini beradigan va ulardan ilgirki qissasini oldigan vaqtning yetib kelganligini tunib yetadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Makka mushriklariga qarshi qanday yurish qiladi, Makkani fath qilalamdi? Bu haqda tafsilotlar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan